Stalindan so'rashganman dedingiz. Shu haqida ozgina gapirib bering. 15-fevrallarda meni olib kelganda Stalinni oldiga. Oldin so'rashganman. Meni jo'natib turib Stalin qo'rqmaysanmi? Qo'rqqani yo'qmi? Men dedim, dakable krop dedim, bo'lib borasiz dedim. Gitlerni oldiga olib kirdi bir kun. Kim dedi? Taqovda qulog'i eshitmas ekan. Yo, qoidasi yo'q. Indamay turaman. Laymani qo'li bilan imo qiladi. Usmonali otamiz urush davrida razvedka bo'limida ishlagan ekanlar. Stalin bilan 3-4 marta ko'rishgan ekanlar, u bilan suhbatlashgan ekanlar. Stalin o'zi maxsus Usmonali otani o'zi qabul qilib Germaniyaga jo'natgan ekanlar. Qo'rqmagin, orqangda biz turibmiz. So'roq savol qilsa umuman sotmagin, gapirmagin deyishgan ekan. Stalinni, Jukovni Usmonali otaga mehri tushib qolib, bular bilan juda ko'p muloqotda bo'lgan ekanlar. Bizi qarshimizda turgan mana shu inson tirik tarix, ya'ni Farg'ona viloyatida hozirgi kunda 2 nafar Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi hayot bo'lgan bo'lsa, birlari mana shu Usmonali ota bo'ladilar. O'zbekiston tumanida istiqomat qiladilar. Usmonali ota necha kirdingiz? Yoshingiz nechida? O'zimda yoshim 106-7 ga o'tyapman. Sentabr yanvarda 20dan beri 7 ga kiryapman. Otam juda tetiklar. Hammamizni ham mana shunday yoshlarga kirgizsin. Bugun ushbu insonni xonadoniga kelib, shu otaxona haqida qisqacha film oldik. Stalin bilan ko'rishganman dedingiz. O'sha haqida ozgina gapirib bering. Stalin bilan so'rashganman dedingiz. Shu haqida ozgina gapirib bering. Stalin bilan qachon ko'rishgansiz? Qayerda so'rashgansiz siz? Stalin betdan armiyaga borganda 31-kechda dekabr oyini 41-yilda olib kirgan. Stalindan keyin o'zi butun 31 tami shunaqa odam ekanmiz. Haligilarni qo'yib yubordi. Beriyani soldati bo'ldi deb Perdaboy Rakamsovski. Keyin meni hamma narsaga burgatdi. Shikaboy, Amshaqayim, Miltiqda, Naganda, Pulemetda, Zambarayda urgatishdi. Meni keyin chaqirib olib, Rakamsovski, Konib, Beriya, Konib ashlar hammasi birinchi Ukrainskiy front. Maslahat qilib, keyin chaqirdi. Benim de nimani 8 ta garanti yetib oldi. Men qaraganman, men ballab qo'ygan, charimdan tortib. Bilmaganman. Men o'xtayman, shu bilan keyin seni chaqirib yuboramiz, nemis tilini bilmayman dedim. Endi bu keyingi uchrashim, oldin so'rashganman. So'rashib mumkin. Meni jo'natib turib, Stalin qo'rqmaysanmi? Qo'rqqani yo'qmi? Men dedim, dakable krop dedim, bo'lib borasiz dedim. Takov nemis dedim. Bu prikaz давать bo'ldi dedim. Я сам тоже буду стрелять dedim. Yani işte paymayım şöyle dedim, убью сам, tutuşu dedim. Lekin so'rashib, seni vaqa jo'natyapmiz. Yemisini bilmayman deb, shuni subhanalloh. O'ristonda kechasi gapirishasan, gapirishgan general bilan. Kunduzi gapirmagin. Imo bilan gapir soqol. Soqollarini olib, ifolarni surkab qo'yadi, buzirlarni. Xuddi shu gaplarni Stalin sizga aytgan. Ha, Stalin. Lekin gapirmagin. Bir üstücü bo'lsa-yu, bir narsa bilan ursang, ovozingni chiqarmagin, degan bo'ladi senga. Soqovizi tili yo'q bo'ladi, qulog'i kar bo'ladi. Bilib olganda. Shu fevralda 15-fevrallarda meni olib kelganda Stalinni oldiga qaytarib kelishi 31-yanvarda 42-yilda ko'rishganmiz. Keyingi ko'rishganimiz 41-yil 15-fevralda meni olib kelgan 23 nomer bilan azan samolyotdan. Siz razvedkachi bo'lgansiz ekanda, urushda. Ha, adam olib sotaydigan bo'lganman, ohnon deb. Shu finansdan siyadigan bo'lganman men. Shu
Korkmagin. Portlatsang ikkoving baravar o'lgin. Bittan o'lib, bittan qolmagin degan. Bo'pti degan yelkalarimdan urib, siypalab, qo'nib, Rakasovskiga yo'qib, bular hammasi mendan keyin qo'li bilan so'rashib turib, samolyot stansiyasiga biz olib qo'yamiz. O'sha yerda bildirmagin, birov gapga solsa gapirmagin. Soldatlar poylab turadi seni, sotib qo'yadi deb. Yemisan bor, shpiyonim, o'zimizniki ham bor. Bilib bo'lmaydi. Bu soat 3ga borganda lekin samolyotga olib chiqib o'zimiz odamlar. Odam deyin. Usmonali otamiz urush davrida razvedka bo'limida ishlagan ekanlar. Stalin bilan 3-4 marta ko'rishgan ekanlar, u bilan suhbatlashgan ekanlar. Stalin o'zi maxsus Usmonali otani o'zi qabul qilib Germaniyaga jo'natgan ekanlar. Qo'rqmagin, orqangda biz turibmiz. So'roq savol qilsa, umuman sotmagin, gapirmagin deyishgan ekan. U yerga borib, urush 1 yil 2 yil davomida urushda qatnashib, yana qaytib kelib, yana Stalin bilan ko'rishgan ekan. Xullas qisqa qilib aytganda, Stalinni, Jukovni Usmonali otaga mehri tushib qolib, bular bilan juda ko'p muloqotda bo'lgan ekanlar. Suhbat davomida ushbu suhbatlarni bizga to'liq aytib berdilar. Tanklarni portlatgansan ekan, tanklarni qanday bo'lgan shu voqealar? Tankani Belgradda adam Lamindan kelganimda keyin bu menga 5 tane zadan bergan. Aytdim ko'proq bo'lsa-chi desam, nima, Jukov aytyapti. Sen kelganini o'ldirib, tashlab degan. Garuvchasi bor. Temirni ustiga shuni ursangiz, temir cho'g'ilib yonaveradi. Ichkaridagi odam chiqarmaydi. Tankani nariga ketayotganmiz, nariga ayog'ini tagiga tashlayman, yemgalab borib. Mana unaqa qilib qo'yganki, okoplarni qilib. Shunday tagidan yemgalab yuraman. Tashlayman, haliga sep uzilgandan keyin bu g'ildirak burillar boshlaydi, ba'da sep uzilgan jarliqqa tushib ketaveradi. 7 tasini yiqitdim. 8-ga borganimda biroq qarasa 8-chi kelyapti. Bu hali kelaverarkanda, granatım yetarmikan deb tursam, yaqin keladi, granatni tagiga tashladim-da, garibchani otsam, garibchani otayotganimda toqqa qarab urdim. Toq ko'chib, bo'ldi. Yaxshi qo'mishmadi. Katta har qanday toshlar mana bunaqa joylar to'silib qoldi. Akopgan tepasini ham hamma makab qildim. Keyin shuni ichida toshni ichida qoldim. Tez kirib ketdi shag'allar. Bir soatdan keyin men ko'rishgina olib olib, lekin yo'q aytadikin, juda rahim etdi. Bitta gapni aytib qo'yaman, shuni esdan chiqarmanglar. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb ketavering, boshqa gap gapirmang. Sizga o'q tegmaydi, yoningizga ham murgatib qo'ysangiz, unga ham o'q tegmaydi. Bosib ketaverasiz. Ular otgan o'qlar puch bo'ladi, otilmaydi. Dedilar. Aytganingizda borsam, menga o'q tegmaydi, kaskalarim ilma teshib ketgan, shimlarim tusab ketyapti. Komandirlarimiz tosh otdi. Shu otda qayt orqaga deydi. Nazat. Ama ular meni ko'rib qoshyapti-yu, men devga o'xshagan uni ko'ringan mendan o'q tegmasan. Soat 11ga borganda meni butun kechasi ko'zimni baylaydi. Qayerga ketyapman bilmayman. Yerga kirib ketamanmi, osmonga olib chiqib ketamanmi bilmayman. Kirib olgandan keyin bir joyga borganda Gavari deydi. Nomerda aytib qo'ygan. Duvanyolar Priyom duvanyolar duvasi atin deb azan qabul qiladi. Gavari deydi. Men gapirib turaman, o'rta shu yerda gapiraman. O'ris qizlar ko'zimni ochib bo'lgan. O'ris qizlar tez bilan nima qilib 4 soat orqaga qoching. Nariga o'tib oling, pronto orqasiga. Shu bilan qayta samolyot, qayta benzin, qayta qanaqa bazasi bor. Bütün sekretlerdiye kirib chiqaveradi, men ko'rib aylanib yuraman. Gitlerda oldiga olib kirdi bir kun. Kim dedi? Men bilmay gapirmayman, qulog'im eshitib yuribdi. Taqovda qulog'i eshitmas ekan. Quloq qoldasi men
indamay turaman. Laymani qo'li bilan imo qiladi deyman. Maqol kelgan tushunganimda. Shu bilan qayerdan topgansan nemis Laymenga general-mayor Hauptmann Layman Persvetga. Degan biz Olmatalibiz asli ota bobamiz bilan shu savdogar bo'lib shega kelib qolib ketgan edik. Men generalga o'qishga borganimda mendan horab turardi Angliyada. Meni yoningga olasan, men seni qaror qilib beraman derdi, aytganini qildi, topib oldim. Mana men bilan yurtdi. Degandan keyin men bilan so'rashib, arqamdan urib, mahkam bo'ldi chiqarib yubordi. Ikkinchisida meni olib kirmadi, eshikda aylantirdim. Layman o'zi kirib chiqdi. Shu ko'p meni chaqirib oldi. Ba'da ham urushda bo'lganda Laymandan keyin ketasan ertaga dedi. Yana 23 kun orqaga qaytdim. Kelib cho'da Moskvaga olib kelishdi. Shukovni oldiga olib kirdi. Rakosovskiyni oldiga. Aytdi, endi seni Kurskka do'gani olishimiz kerak. Leningradda tashlab qo'yganmiz, Leningradda olishimiz kerak. Muzeyni sharchatga bomba chiqmasdan qoldirgan. Shuni maslahat qilib nima qilib sen o'lib ketmaganmiz, hozir yo'qolib deb chaqirib oldi dedim. Говорит Москва. Osmondagi yulduzni sanab ketaman deman. Osmondagi yulduzni sanab ketaman deman. Osmondagi yulduzni olib ketaman deman. Beni suygan yorimni qochirib olaman deman. Beni suygan yorimni ushlab olib ketib qolaman deman. Maktabimizdagi bulbulda sayrab turgan bulbulni uchirib olaman deman. Maktabimizdagi bulbulda sayrab turgan bulbulni uchirib olaman deman. Maktabimizdagi gulbog'da sayrab turgan bulbulni ushlab ketaman deman. Iloyim, hech kimda farzandi bulbullari ota-onadan oldin ketmasin. Hech kimda farzandi ota-onadan oldin ketmasin. Hech kimda ayoli erkakdan oldin ketmasin. Biz ko'rgan kunlarda sayankasini ham ko'rmasinlar, quloqlari ham eshitmasin. Yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi kun bo'lyapti, yana yaxshi kunlar bo'lsin. Iloyim, xursandchilik bilan yuringlar. Bizni kuzatishda davom eting. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, albatta bizga obuna bo'lib qo'ying. Siz bilan faxrlanamiz. Rahmat, yashang. Charchab qolmadingizmi? Yo'q.